Assalomu alaykum. Kelayotgan hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. Mana bugun biz mazali chakchak tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 4 ta tuxum, 1 chimdim tuz, yarim choy qoshiq razrexитель, hozir 400 gram un tayyorlab oldik. Xamir qor bo'lgandan keyin aniq qancha un ketganini aytaman, chunki men har doim 3 ta tuxumdan tayyorlardim. Hozir endi ko'ramiz, qanchacha un ketar ekan xamirga. Bu yoqda siropi uchun 250 gram shakar, 4 osh qoshig'ida asal, 1 osh qoshig'ida limon suvi va 200 gram suv kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib xamir qorishdan boshlaymiz. Hozir tuxumni chaqib, bu yerda tuz bilan razrexitelimiz bor, o'shanga qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana tuxumni aralashtirib oldik. Endi buni ustiga un solamiz. Mana xamirimizni qorib oldik. Bizga 350 gram un ketdi. Mana 50 gram ortdi. Endi buni ustiga streç qilib, yarim soatga xolodilnikka tindirishga qo'yamiz. Mana yarim soat vaqt o'tdi. Chakchakimizni xamirini yoyishni boshladik. Mana chakchakimizni xamirini yoyib qo'ydik. Bo'ldi, endi birpas tindirish shundaylikcha qo'yib qo'yamiz deb borada qiyomni qilib olamiz. Mana idishimizga 250 gram shakar soldik. Buni ustiga 200 ml suv solib, aralashtirib, gazni olovini yoqib qo'yamiz. Mana sirupimiz qaynab chiqdi. Endi buni 10 minutcha qaynatib, keyin asalni qo'shamiz. Gazni olovini past qilib qo'yamiz. Mana 10 minut qaynadi sirupimiz. Endi 4 osh qoshiq asal bilan 1 osh qoshiq limon suvini solamiz. Mana asal bilan limon suvini soldik. Endi 5 minut qaynatamiz, yaxshilab aralashtirib, keyin sirupimizni o'chiramiz. Mana sirupimiz tayyor bo'ldi, o'chirdik. Mana xamirlarimizdan kesishni boshladik. Orasini mana shunday 4 sm 4 sm qilib qoldirib kesishni boshlaymiz. Xamirlarimizni hammasi mana shunday uzuncha qilib kesib chiqamiz. Mana keyin o'rta olovda bularni pishirib olamiz. Ikki yog'ini aylantirib, tillarang bo'lguncha pishirib olamiz. Juda ham qizarib ketishi kerak emas. Sal ochroq olamiz. Mana shunaqa qarangga kirganda olamiz. Mana chakchakimizning hammasini xamirini pishirib oldik. Mana tavan tog'orada yarim tog'ora chiqdi bo'yi 4 ta tuxumdan. Endi hozir sirupimiz ozgina sovib qolgan, uni bitta qaynatib olib qo'yamiz. Chakchakimizni ikki xil usulda bezatmoqchiman. Yarimisini yong'oq magizli, yarimisiga fistashkali shokolad bilan chakchak ustiga sepadigan bezalar bilan bezatmoqchiman. O'shaning uchun hozir chakchakim ham xamirdan ozgina alohida boshqa idishga solaman. Ikkiga bo'lib olaman xamirni. Endi bezatishni boshlaymiz. Hozir endi sirupni quyamiz. Ikkiga bo'lgandan keyin yarimisiga keyin yong'oq magizni solaman. Yong'oq magizlarni soldim, endi ustidan sirupni quyamiz. Mana yengil aralashtirib oldik. Endi issiqligida tarelkalarga solib, ustidan suvlab formaga keltiramiz. Mana mazali chakchakimiz tayyor bo'ldi. Har xil qilib bezatib oldik. Yarimsini yong'oq magizli qilib, ustilarga ham yong'oq magizli qildik. Bunisiga bo'lsa ustiga shokolad, fistashkali shokolad chiqazib, ustiga yana kurasheniya qildik. Nargisi ham shunaqa kurasheniya qildik. Chakchakni shunaqa qilib har xil qilib chiroyli qilib oldik. Hammani yana bir bora kelayotgan hayit ayyomi bilan tabriklayman. Agarda retseptlar yoqayotgan bo'lsa, sizlardan like va kanalimga obuna bo'lib qolishinglarni so'rayman. Yana yangi videolarda uchrashguncha kommentariylarda fikringizni kutib qolaman. Uzoq yurtlarda xizmat qilayotganlar, keyin o'zga yurtlarda yurgan vatandoshlarimizni ham shu hayit ayyomi bayrami bilan tabriklayman. Yana yangi videolarda oyibona uchrashguncha.